Bir kuni artefaktning uyida suhbatlashib o'tirganimizda u bilan birgalikda ajoyib bir battle o'tkazish g'oyasi miyamizga kelib qoldi. Xullas, barchaga va alaykum assalom, sizlar bilan Bohirchik do'stlar. Bugungi videorolikimizda biz artefakt bilan o'zimizni skinimizni kallalarini quramiz. Faqat men artefaktniki, artefakt esa meni kallamni skinini quradi do'stlar. Menimcha hamma tushundi. Do'stlar, biz YouTube kanalimizda 5000 ta obunachiga erishdik. Endi maqsadimiz 10000 ta obunachi to'plash. Buning uchun esa sizlar menga yordam qilib kanalimga obuna bo'lishingiz kerak bo'ladi. Qani unda videoga ketdik. Xo'p do'stlar, hozir bo'lmasam qani men avval o'zim qurgan artefaktni kalla qismini ko'rsatib chiqaman do'stlar. Xo'p, mana men qurgan artefaktning kalla qismi menimcha deyarli o'xshagan, chunki Minecraftda hech qanday modlarsiz Minecraftning o'zida mavjud bo'lgan bloklardan qurganman do'stlar. Bir narsani aytishni unutibman, buni ichkari qismi uy bo'ladi do'stlar. Ya'ni ichkari qismda bemalol bir kishi yashashi uchun mo'ljallangan bo'ladi. Va hozir sizlarga buni ich qismini ham ko'rsataman. Mana bu ochkisini, belbog'lari ham, sochlari ham, tepa qismi ham hamma yo'g'ini o'xshatishga harakat qilganman do'stlar. Endi uyni ichki qismini ko'ramiz do'stlar. Xo'p, nega aynan jigarrang rangdan foydalandingiz desanglar, artefaktning skin rangida ko'proq mana shunaqa jigarrang rangga ishtirok etgan do'stlar. Ko'rib turibsizlar, bu yoqda suratlar, mo'rlar va bu yoqda divan hamda sandiq. Ko'rib turibsizlar, pastga qilmaganman, bundoq tepaga olib chiqib divan qo'yganman, chunki bu yoqda ovqatlanish, bu narsa qilish uchun joy bo'lsa, bu yoqda ishlar qilish uchun joy bo'lsa, tepada chiqib bemalol yotaveradi do'stlar. Xo'p, endi sizlar o'z bahoylarni, ya'ni o'xshaganmi yoki o'xshamaganmi men qurganim, shuni kommentariyada yozib qoldirishni unutmanglar do'stlar. Men artefaktni kalla qismini o'xshatishga harakat qildim bor kuchim bilan. Endi ular nima qilgan? Endi buni keyinroq ko'ramiz do'stlar. Hozir ular qizil korobkaga o'rab qo'yishgan, chunki men uni ko'rib qolib o'z reaksiyamni bildirmasligim uchun men ham birinchi o'rab qo'ygandik va men hozir ochib o'sha video zapisini boshlayapman do'stlar. A few moments later. Xo'sh do'stlar, meni skinimni kalla qismini ko'rishga tayyormisizlar? Unda bo'lmasam sekin kamerani o'giraveraman. Like bosib qo'yishni unutmanglar undan oldin do'stlar. Xo'p, mana bu narsa menga kerak emas. Hozir adashib qo'limga olyapman. Xo'p, endi do'stlar qarab turibsizlarki, mana meni kalla qismim do'stlar. Minecraftda aytganimdek, uncha deyarli ranglarni yetkazib berish qiyin. O'shaning uchun qo'ldan kelgancha harakat qilibdilar. Ko'zlari oynali. Men ochkisini qilgandim, chunki menda ochki yo'q, o'shuning uchun ham ko'zlarimni oynali qilib qo'yganlar. Juda ham ajoyib. Yon qismlari ham cho'tki qilib o'xshagan. Mana ko'rib turibsizlar, meni yuzimda har xil ranglar bilan uyg'unlashgan. Bu yoqda esa faqat bitta rang uyg'unlashib qolgan, sochlarida ham. Xo'p do'stlar, endi bu ham adashmasam-da, bu ham uyli va shuning uchun ichkariga kirib ko'ramiz. Bir qavatli, ammo juda ham shinamgina uy qilibdilar. Yaxshi. Ko'k rangdan foydalanibdilar. Menga ko'k rang yoqishini sezibdilar artefakt, chunki meni kiyimimda ham ko'k rang, avatarkamda ham hamma yoqda ko'k rang. Xo'p, bu yoqda bitta karatechi odamning surati, bu yoqda esa ko'zlar oynadan tashqari ko'rinar ekan bemalol. Bu juda ham ajoyib. Uyning oynasi yo'q, ammo mana shu yerdan bundoq qarasak bo'laveradi. Alohida oyna yo'qligi bunga zarar qilmaydi endi do'stlar. Kirish qismi ham juda ham cho'tki bunaqa gilamlar solib, mana kiyimimda ham ko'k rang ishlatilgan, o'shuning uchun ko'k gilamdan foydalanibdilar. Xo'p, juda ham ajoyib do'stlar, ko'rib turganingizdek, ikkalamizniki ham razmerlari bir xil, hamma ko'rinishi ikkalamiz skinimizdek keladi do'stlar. Xo'p do'stlar, endi sizlar kommentariyada kim o'xshatganini yozib qoldirishni unutmanglar. Artefakt men skinimni ko'proq o'xshatganmi yoki men artefakt skinini yaxshiroq o'xshatganman? Shu haqida kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Videoga esa like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmanglar. Sizlar bilan Bohirchik bo'ldi.